Assalomu alaykum. Menga podpiska bo'lganlar, obuna bo'lganlar uchun 10 kunlik video ochamiz. 10 kun ichida bizni nimalar kutyapti? İçinde bizni nimalar kutyapti? 10 kunning ichida bizni nimalar kutyapti? On dokkuzu, 20'si, 21'i, 22'si, 23'ü, 24'ü, 28'i. Men ko'proq Raydisni kartasidan foydalanaman. On dokkuzinchidan ochamiz, 10 kunlik. Menga obuna bo'lgan, podpiska bo'lganlarni energiyasini oldim. 10 kunning ichida bizni nimalar kutyapti? 10 kunlik ichida bizni nimalar kutyapti? Shifoli ochirim bo'lsin. Kim niyat qilgan bo'lsa, nimani niyat qilgan bo'lsa, mashina, uy, farzand, hamma niyatiga yetsin. Menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lganlarni niyatini oldim. 10 kunlik video ochamiz. 19'u, 20'si, 19'u, 20'si, 21'i, 22'si, 23'ü, 28'i. 19'dan 28'gacha 10 kunlik ochirim. Bu yerde 19-kuni 19-kuni qanaqadir xafagarchilik demaylik-ku, чтобы farzandlarimizga ozgina e'tiborliroq bo'laylik. Kasal bo'lishdan yoshi katta odamlarga, yoshi katta odamlar, masalan, основной oilali odamlar bo'lsa, farzand uchun kim bilandir urushib qolmang. Yoshi katta, masalan, qaynonangizmi, qaynotangizmi, masalan, oilaviy odamlar uchun aytganda, urushib qolmaslikka harakat qiling.
Agar ishda ishlasangiz ham nachalniklaringiz bilan tortishmaslikka harakat qiling-da, ish qilib 19-kuni tortishmang. Hech narsani ustida tortishmang. Bu 19-kuni. Agar siz tortishmasangiz, agar biznesda ishlaysangiz, biznes sohasida, bozor sohasida ishlaydigan bo'lsangiz, klient bilan ham bozorda masalandir o'zingizni masalan boshlig'ingiz bilan tortishmasangiz, ancha yutuqlarga erishasiz. Sabr ko'p narsaga erishtiradi bizni. Oilada bo'lsangiz ham, oiladagi yoshi katta odamlar bilan 19-kuni urushmang, tortishmang. Asosiy urush janjallar ko'proq bolalarning ustida, tortishmang. 20-kuni 20-kuni anchadan beri kutayotgan narsalarimiz, anchadan beri masalandir nimagadir anchadan beri kutayotgan narsalarimiz hal bo'ladigan kun. Ayniqsa masalandir studentlar uchun, idorada ishlaydiganlar uchun 20-kun kutayotgan narsangizga erishasiz. Oilada bo'lsangiz ham 20-kuni kutayotgan narsangizga erishasiz. Nimanidir kutayapsiz, shu narsa bo'ladi 20-kuni. 20-kuni anchadan beri kutayotgan narsangizga erishasiz. Agarda siz yo'lga chiqmoqchi bo'lsangiz ham, yo'lga safarga chiqmoqchi bo'lsangiz ham 20-kuni anchadan beri masalandir chet elga chiqmoqchi bo'lgan yo pasport, dokument bo'yicha qiladigan ishlaringiz 20-kuni hal bo'ladi. Dokument ishlaringiz, idora ishlaringiz, nimadandir kutayotgan narsangiz 20-kuni hal bo'ladi. 21-kuni 21-kuni kimlardir qayerlargadir borishni o'ylab qo'ygan, bir joylarga borishni o'ylab qo'yapsiz. 21-kuni ziyoratgohgami yo ota-onangizni qabri ustigami? Bu 21-kuni. Agar siz ziyoratga bormoqchi bo'lsangiz yo masalandir shunaqa bir muborak joyga ketmoqchi bo'lsangiz, shuni atvetini kutayotgan bo'lsangiz ham 21-kun juda ham yaxshi kun. Hamma uchun biznes, ish sohasida ham 21-kun nima deydi? Bugun meni kunim deysizmi? 20-chi ham 20-kunda kutayotgan narsamiz keldi. 21-kun juda ham masalan kimlarnidir xonadoniga pul kelishi mumkin, qo'lingiz pul ko'rishi mumkin, ziyoratlarga borishingiz mumkin, chiroyli joylarga borishingiz mumkin, ziyoratga yo'lga chiqishingiz mumkin, muborak joyga ketishingiz mumkin, yo o'sha muborak joy uchun bilet olishingiz mumkin. 21-kuni 22-kuni 22-kuni ozgina siqilishlar bor. 22-kuni ozgina siqilamiz. O'zimizni anaqamizdan nima qila olmaymiz. Asosiy bu haligi kimnidir sevsangiz, agar kimgadir sevgili yo birinchi ayolimisiz, ikkinchi ayolimisiz, endi buni bilmayman-u, ozgina bu kuni siqilasiz. Bu kuni siqilishma bor. 22-kuni ozgina siqilishlar bor. Uyda yolg'iz o'zingiz dam olgingiz kelyapti. Ko'proq hech kim bilan urushmasdan 22-kuni uyda dam olishga harakat qiling. Bu 22-kuniga hech kim bilan urushmaslikka, agarda tortishmaslikka harakat qiling. Agarda siz kimnigadir masalan bu yerda aytmoqchi bo'lgan gapim, mani safarda yurganlar bo'lsa, bu safarda ko'rayotganlar bo'lsa, siqilmang. Chunki hamma narsa Allohdan bo'ladi. Buni siz bilan mani qo'limda emas. Biz bir aytib o'tguvchi astrologlarimiz, yulduzlarga nima qilib o'rganib, har bir narsaga Allohim o'zi nima bersin. 22-kun rosa siqilasiz, lekin o'tib ketadi. Sabr qiling. Sabr hamma narsani davosi. Biznesda ham, oilada ham 22-kuni sabr qil deyapti. 23-kuni mana 23-kuni 23-kuni Xudo xolasa
bu yerda 23-kuni kimlar bilandir nimadir ish qilmoqchi bo'lgan odamlar biznes sohasida 23-kuni bu yerda ko'pchilik odam bo'lgani uchun aytyapman-da, endi 3 xil karta bo'lgani uchun 23-kuni siz uchun ehtiyotli kun. Ehtiyot bo'ling 23-kuni. Ehtiyotli kun. Agar siz qayergadir ekzamen topshiradigan student bo'lsangiz, основной studentlar bo'lsa, agarda masalan aytayki 23-kuni hozir endi unaqa payt emas, endi qanaqadir ekzamenli ishlar bo'lsa, 23-kuni qilmay turganingiz yaxshi. Oilali bo'lsangiz, oilali odamlarga uzoqdan SMS, сообщение, yaxshi xabarlar kelyapti. Agar siz o'qiydigan, ishlaydigan odam bo'lsangiz, bu kuni ozgina ehtiyotkorlik bilan harakat qiling 23-kuni. Ehtiyotkorlik so'rayapti. Agar oilali bo'lsangiz, sizni chiroyli narsalar kutyapti. 24-kuni yiqilishlar. Agar mana bu aytganimdek 23 kuni ehtiyotkor bo'lmasangiz, 24-kuni oyog'ingizdan hammamizda dushmanimiz bor. Inson bor ekanki, hammada dushman bo'ladi. 24 kuni yiqilishlar bor. Ehtiyot bo'ling. Agar mashina haydaydigan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Sizga предупреждение qilyapman. 23-24 ehtiyotkorlik qiling. Ehtiyot bo'ling. Agarda siz pul sohasida birov sizdan pul so'rasa, pul bermang. Chunki pul sohasida bo'lsa ola olmaysiz. Agarda oilada bo'lsangiz, pul sohasida bu yerda bo'layaptiki, puldan problema bo'ladi hammaga. Oilada bo'ling, ishxonada bo'ling, puldan problema bo'layapti. Bu 24-kuni puldan problema sizga aytyapti. Ehtiyot bo'ling. 25-kuni. Mana 25-kuni kuydi-chuydi, birovlar g'ibatiga aralashmang. Aralashmang, hech kimni gapiga kirmang, g'iybatga aralashmang. Bo'lar bo'lmas gaplarga, o'zingizga bekorchi narsalarga 25-kuni aralashmaganingiz ma'qul. 25-kuni aralashmang hech narsaga. Agar kimdir sizga mana bu 24-da pulga ehtiyot bo'ling dedim-ku, mana bu 25-da kimdir sizga nimanidir oling, yo bir mana buni sizga sotaman desa ham, yo'q, ehtiyot bo'ling bunaqa narsalardan. Samый главный og'zingizga mahkam bo'ling. Mana o'zingizga o'zingiz yo'q joydan nima deydi? O'zingizga o'zingiz mana tilim balodur deydi-yu, shunaqa narsalarni o'zingizga keltirmang. Oilali bo'lsangiz ham, ishxonada bo'lsangiz ham, bozorda bo'lsangiz ham og'zingizga mahkam bo'ladigan kuningiz 25-kun. 26-kun. 26-kun ozgina ayollar uchun, ayol kishilar uchun aytyapman, основной erkaklar uchun emas, bu 26-kun ayollar uchun yolg'izlanib qolganmiz, yolg'izmiz, hozir yonimizda hech kim yo'q, siqilyapmiz. 26-kuni yolg'izlanib qolamiz. Erimiz bo'lsin, sevgilimiz bo'lsin, yigitimiz bo'lsin, oilali bo'lsak ham, masalandir, ishxonada ishlasak ham qanaqadir yolg'izlanib qolamiz. 26-kuni yolg'izlik, hech joyga sig'maymiz. Faqat ash kuni men sizga 26-kuni mana o'zim ham shuna qilaman, ko'proq tasbih ayting, zikr ayting, tasbih ayting 26-kuni. 27-kuni bizni nimalar kutyapti? 27-kuni 27-kuni ozgina yosh qari odamlarimiz kasallanishi mumkin. Uzoq qarindoshlarimiz bo'ladimi? Hozir qanaqadir sovuq xabar eshitasiz va yuragingiz azob chekadi. Avvalo Alloh o'zi saqlasin-u. 27-kuni sovuq xabar eshitadigan kunimiz ekan. Allohim o'zi saqlasin. Kimdir kasal bo'ladi, yosh kattaroq odam kasal bo'lishini eshitamiz. Yuragimiz ozgina azob chekadi. 28-kuni. 28-kuni ham oilaviy mojaro
oilaviy mojaro tushdi. Nimagadir bu safar qartam faqat oilali mojarolar, oila anaqasi bilan bo'lib qoldi. Bilmadim nimagadir. Dokument, oilali narsalar tushib qoldi. 28-kuni ham ozgina bir o'zimiz bir joyga borib aylanib kelaylik. Men sizga 28-kuni eng yaxshi beradigan tavsiyam hamma narsani unutib, erkak bo'lasizmi, ayol bo'lasizmi, ishxonada bo'lsangiz ham hamma narsani unutaylik va o'zimizga dam beraylik 28-kuni. 28-kuni xotirjamlik bizga ko'p narsa olib keladi-da. Stressdamiz. 28-kuni stress. Qanaqadir 25-dan to 28-kunga har kun qanaqadir mojarolar, siqilishlar, ishxonada, oilada bo'lsa ham shunaqa narsa bo'lyapti. 28 kun aytayaptiki, hamma narsadan kechib deyapti, o'zingga dam bergin deyapti. 28-kuni keling o'zimizga dam beraylik. Agar addenni oshtirmoqchi bo'lganlar, nimada telefon nomerimni qo'yaman. Iltimos qilaman. Men Rossiyada bo'lganim uchun nimagadir Wi-Fi ishlamay qolyapti bu yerda. Qanaqadir internetdan problema bo'lyapti. Agar vaqtida javob bera olmasam, oldidan uzr yozib qo'ying.